Assalomu alaykum. Mana bizda 50 kilovatli quyosh paneli ishimiz bitdi. Bunga Haymo X10 Sangro invertorlari 1.6 kabellardan foydalanganmiz. Ularning hosligi birma-bir ko'rsatib ketaman. Mana invertorimiz. Sangro invertori, bunga 10 yil 6 oy garantiya berilgan. Konofkalari. Demak, bu bizning shitimiz. Birdaxanchil uzib, oddiy avtomatlardan foydalanganmiz. Bizning navbat panellariga Haymo X10 qo'yib berganmiz. Eng premium klassdagi panellar. Keyin kabellar uchun maxsus mana shunaqa lotoklardan foydalanib berganmiz. Mana panellarning joylashuvi. Kim tushmagan degan ishdan qilganmiz. Mana tekislarimiz mana shunaqa ishi. Javob shunaqa ish qilganmiz. Xonadonda tekshiruv olyapti har bir ishimizda.